Shamol ogohlantirishdek keldi. Bu qichqirmadi, shivirladi u, mayin va silliq, xuddi tuman orasidan tirik narsa nafas olayotgandek. Rajiv mehri chang bosgan jipidan tushdi. Eshik ham uni ichkarida qolishni ogohlantirmoqchidek ingrab yubordi. U kamzulini mahkam tortib, singan qoldek egilgan zanglagan tabelaga kozini qisib qo'ydi. Xira harflar kir va moh orasidan zo'rga ko'rinib turardi. Santata. Qorong'i tushganda yaqin atrofdagi shaharchada hech kim aytmoqchi bo'lmagan ism. Qishloq shunchalik qadimgiki, u xuddi teri qatlamlari ostida yashiringan ko'karish kabi xaritalardan va xotiradan chiqib ketdi. Rajiv oldin son-sanoqsiz arvoh hikoyalarni ta'qib qilgan edi. U tashlandiq kasalxonalarni, hayajonlangan qal'alarni, yonib ketgan teatrlarni suratga olgan edi, lekin bu yerda nimadir boshqacha edi. Bu tirikdek tuyuldi. U kutgandek tuyuldi. U dvigatelni oldirdi va dunyo sukunatga botdi. Oddiy qishloq tinch emas, bu ogirroq edi. Qushlar ham, kriketlar ham, hatto hasharotlarning uzoqdan gichirlashi ham yo'q. Faqat bezovta qilishni istamagan joyning jimjitligi. Chiroqchirogi bukilgan temir darvozadan o'tayotganda tumanni tor nurda kesib o'tdi. Etigi ostida yer yumshoq va nam edi, go'yo yerning o'zi yiglayotgandek edi. Tor yo'lak bo'ylab oralgan kulbalar xuddi fitnachilardek bir-biriga egilib turar, tomlari ichkariga yiqilib, eshiklar shoshib tashlab ketilgandek ochiq osilib turardi. Qadimgi suyaklar va zanglagan qo'ng'iroqlardan yasalgan singan to'siqlardan shamol qo'ng'irogi osilib turar. Shamol jim turgan bo'lsa-da, bitta qo'ng'iroq shunchalik zaif ovoz bilan titrardi, u zorga bor edi. Rajiv kamerasini ko'tardi va rekord o'rnatdi. Kichkina qizil chiroq yurak urishi kabi miltilladi. Bu uning dahshatli kanaliga aynan shunday kadrlar kerak edi. Mahalliy afsonalarda oy to'la ko'tarilgan paytda sannata yo'laklarda yurgan oq libosli ayol, Jindulxon, arvoh kelin haqida gapiradi. Ular u qichqirmagan yoki quvmaganini aytishdi. U qo'ng'iroq qildi. U pichirladi. Va ergashgan erkaklar hech qachon qaytib kelmadi. Rajiv la'natlarga ishonmasdi. Ammo u qarashlarga ishondi. U odamlar o'zlarining issiq to'shaklarda xavfsiz joyda eshitishni xohlaydigan ertaklarga ishongan va qorong'ilikdan qari va och bir narsa kuzatgan. Va bugun kechqurun u ochlikni boqishga tayyor edi. Qishloqning markazida yarim tuman yutib yuborilgan, zanjirlarga yaxshilab o'ralgan, yog'och qopqo'ga qoraygan taxtalar bilan mixlangan eski tosh turardi. Kimdir toshlardan biriga qirrali va noteki so'zlarni oyib yozgan edi. U oy uyg'onganda yuradi. Rajiv barmog'ini muzdek sovuq harflar tirqishiga yugurtirdi. U kamera uchun jilmayib qo'ydi. Mana shu deb pichirladi u obyektivga. Afsonaning yuragi. Yarim tun. Sannataning arvoh kelini. Ko'ramiz, u uydami? Qo'ng'iroq yana jiringladi. Bu safar uning orqasidan emas, qishloqning chuqurroq joyidan. Nafas kabi yumshoq, ammo aniq ovoz. Rajiv sekin o'girildi. Tuman orasidan, yo'lakning eng chekkasida, bargsiz daraxt tagida bir odam turardi. U baland edi. Oq rangga o'ralgan. Kelin pardasi loyga irgadi. Uning yuzi yashiringan. Uning sukunati g'ayritabiiy, qorong'uda juda uzoq qolgan fotosurat kabi. Rajivning yurak urishi tezlashdi. U ko'zlarini pirpiratdi va u ketdi. Tuman qalinlashdi. Rajiv nafasi ostidan kulib yubordi va tomog'idagi siqilishni o'tkazib yubordi. Yaxshi hiyla deb goldiradi u gologramma. Yorug'likning sinishi. Ammo kamerani sozlaganida qo'li titrardi. Atrofdagi daraxtlar shabada tegmasa ham shivirlashardi. U oldinga siljidi. Bir qadam. Keyin boshqa. Loy uni orqaga tortmoqchi bo'lgandek etiklariga yopishdi. U turgan daraxtni topdi. Hech narsa. Tuman tutun kabi aylanib yuradi. U kamerani yuziga ko'tarib, yo'lak chetlarini ko'zdan kechirdi. Oq tuman pardasi uning o'ng tomonidagi tashlandiq uyning yonida bir oz yaltirab turardi. Uning eshigi bosh osilib turardi, bir ilmogi yo'q edi, gijirlash uchun chayqalar edi. Ichkarida nimadir nafas chiqardi. Shamol emas. Chuqurroq narsa. Ogirligi bo'lgan narsa. Rajiv yutindi. U qo'li bilan eshikni itarib ochdi. Uy bo'sh edi. Zaminda chirigan paspaslar. Qoplagan singan butlar. Shiftda osilgan beshik har doim bir oz harakat qiladi. U kamerani sekin panorama qildi.
Chiroq nuri uning qarshisidagi devorni topdi va qotib qoldi. Dulhan sozi qorong'i, qalin, quritilgan narsaga surtilgan edi. Uning ostida umidsiz qonlarning izi kabi pastga egilgan zaif tirnalgan izlar. Beshik harakatdan to'xtadi. Rajiv unga tegib ketganini eslolmadi. Uning umurtqa pogonasidan sovuq sirgalib ketdi. Keyin eshitdi. Yumshoq, ohangdor xirillash. Bu tashqaridan keldi. Ayolning xirillashi. Gamgin emas, quvnoq emas. Orasida nimadir. Biror narsa taklif qiladi. Rajiv yana chiziqqa chiqdi. Tuman pardadek tarqaldi. U yana o'sha yerda turdi. Endi yaqinroq. Havo jim bo'lsa ham uning pardasi qimirlatib turardi. Mato ostidagi yuzining xira konturi o'tkir emas edi, lekin u ham loyqa emas edi. Bu noto'g'ri edi. Aniq ko'rishni istamagan narsaga qarash kabi. Uning qo'llari rangpar va ingichka, barmoqlari juda uzun edi. U qo'lida eski va yorilib ketgan qora soyabonni, xuddi yomg'ir uni juda yaxshi ko'rgandek ushlab turardi. U boshini biroz egdi, xuddi kimdir og'zi qimirlamasdan jilmayib turganidek. Rajiv yana kamerani ko'tardi. Obyektiv biroz tebrandi. "Siz kimsiz?" deb pichirladi u, garchi javob kutmasa ham. U gapirmadi. U faqat boshini markazga egdi. Va keyin nafas olishdan zo'rga balandroq ovozda u pichirladi. "Kel." Bu tovush emas edi. Bu uning ko'kragidagi tuyg'u, qovurgalari ostidagi tortish edi. Uning yurak urishi sekinlashdi. Uning nafasi ushlandi. Uning aqli yugurdi, lekin oyoqlari oldinga siljidi. Bir qadam. 2. Dunyo uning pardasiga, soyaboniga, imkonsiz sukunatiga toraydi. Uning orqasidagi qishloq qulab tushdi. Tuman uning terisiga bosilgan devorga o'xshab qoldi. O'sha tuman ichida qayerdadir yana qo'ng'iroqlar shivirladi. Yumshoq. Bemor. Rajivning kamerasi batareya quvvati tuga boshlaganda signal berdi. Qizil chiroq ochdi. Lekin u to'xtamadi. U sekin burilib, qishloqqa chuqurroq yurdi. Loy ustida yurgan odam kabi emas. Kimdir bir dyum tepada sirpanib ketayotgandek. Uning sari shitirlamadi. Uning soyaboni chayqalmadi. Rajiv ergashdi. Bu endi tanlov emas edi. Bu tortishish edi. Ular qishloqning chekkasiga yetib kelishdi. U yerda ulkan banyan daraxti osmonga qora skeletdek ko'tarilib turardi. Uning ildizlari tosh platforma atrofida oralgan va uning ostidan qadamlar zulmatga olib borardi. Shoxlarning birida qizil rangda yozilgan kichkina yog'och belgi osilgan edi, ortaga. Eski edi. Rajivdan katta. Qishloqdan kattaroq. U zinapoyaning og'zida to'xtadi va unga o'girildi. Parda biroz tebranib, lablarning xira konturini ko'rsatdi. Qizil emas, kulrang. U bir qo'lini ko'tarib pastga ishora qildi. Rajiv ikkilanib qoldi. Bu yerda sovuq boshqacha edi. Bu tungi havoning sovuqligi emas edi. Bu juda uzoq vaqt davomida ko'milgan narsaning sovuqligi edi. U yerda nima bor, pichirladi, u javob bermadi. U shunchaki boshini egdi. Uning ko'kragidagi tortishish kuchayib bordi. U birinchi zinapoyadan tushdi. Uning orqasidagi dunyo yopilgandek edi. Daraxt ostidagi tunnel nam tuproq va eski yomg'ir hidi edi. Devorlar tomchilab ketdi. Ichkaridan qayoqdandir xira, miltillovchi fonar nuri tushdi. Rajivning chirog'i miltilladi, keyin butunlay ochdi. U o'z kamerasining xira ekranidan qo'llanma sifatida foydalangan. Uning qadamlari yoki uning o'rniga nima bo'lishidan qat'i nazar hech qanday tovush chiqarmadi. Faqat uzoqdagi qo'ng'iroqlar yurak urishining aks-sadosi kabi zaif jiringlaydi. Tunnel keng er osti xonasiga ochildi. Burchaklarda suv to'plangan, qora va sokin. Ortada eski yog'och platforma bor edi. Unga oyna mixlangan, dars ketgan, lekin hali ham aks ettirilgan. U platformaga yugurdi va to'xtadi. Rajiv ko'kragini qaltirab chekkada qoldi. U sekin pardasini ko'tardi. Havo sovib ketdi. Oyna titrardi. Uning yuzini ko'rdi. Va bu yuz emas edi. Bu yuzlab edi. O'zgartirish. Qatlamli. Ishaga bosilgan qalblar pardasi kabi. Uniki bo'lmagan ko'zlar teri ostidan miltilladi. Ogizlar jim nafas bilan ochilib yopildi.
Rajiv orqaga qoqildi, lekin uning orqasidagi tunnel g'oyib bo'ldi. Devordek qalin va qattiq tuman tushdi. U unga qarab qadam tashladi. Tez emas, faqat aniq. Gongirlash yana balandroq bo'lib, uning bosh suyagini ipak ipdek mahkam o'rab oldi. Tasvirlar uning boshiga tolib toshgan. U hozir turgan joyda turgan erkaklar, ko'zlari katta, qo'llari cho'zilgan, pardasi ularning ustiga tushganda, ularning yuzlari oynaga erib ketgan. Ularning xotiralari uning bosh suyagi ichida oliklarning xoridek shivirlab turardi. Rajiv kamerasini tashladi. Mayin foydasiz ovoz bilan yerga urdi. U qichqirmoqchi bo'ldi, lekin uning ovozi endi uning ichida edi. "Siz keldingiz", deb pichirladi u boshqalar kabi. Uning barmoqlari havoni silkitar, tuman uning oyoq-qo'llarini zanjirdek o'rab oldi. Oyna xiyol porladi. Uning ichidagi yuzlar og'zini katta ochdi. Uning aksi endi uniki emas edi. Oqargan edi. Bosh kozli. Tabassum. U afsonada qidirayotgan kelin haqida emasligini juda kech tushundi. Bu kelinning pardasini kiygan ochlik haqida edi. Uning chaqirigiga javob berish uchun ahmoq odamni kutgan ochlik. Qorong'ulik uni yutib yuborishidan oldin Rajivning oxirgi ko'rgan narsasi soyabonning asta-sekin yerga tushishi, qo'ng'iroqlarning oxirgi marta jiringlashi edi. Va keyin faqat tuman bor edi. Ertasi kuni ertalab o'rmon chetidagi qishloq aholisi Rajivning jipini tashlab ketilgan holda topdilar. Kalitlar hali ham kontaktda. Darvozadagi tabelada eskilarning tagida yangi oymakorliklar bor edi. Yangi, nam, ko'rinmas qo'llar bilan oyilgan harflar. Endi u shunday deb yozilgan: "U oy uyg'onganda yuradi. U qongirganda qoladi." Agar tumanli kechada Sannata darvozasi oldida tursangiz, uni ham eshitishingiz mumkin. Oq libosdagi ayolning mayin gichirlashi, tuman ichida suzib yurgan kelinlik pardasi va yurak urishini kutayotgan.